Yahudiy o'tib ketyapti ekan. Tumonat odam. Bo'lgan voqeami? Ha, endi shunaqangi komичный voqealar bo'lganda. Endi Yahudiyning dini boshqa-ku. Bu yerda nima bo'lyapti desa, odamlar indulgensiyaga navbatga turibmiz. Ya'ni navbatga, ya'ni do'zax jannatni sotib olish. Shunda Yahudiy kirib, men anav qilaman, men do'zaxni sotib olaman deb. Sizlar jannat sotib olsalar, men kiribdi-da papaga 1 million lira, katta pul. 1 million beraman debdi-da. Papa endi savdolashib 2 millionga do'zax sotgan. Bopladim debdi ana Yahudiyni. 2 millionga bopladim desa, Yahudiy chiqib olomanga qarab, bo'ldi, men do'zax sotib oldim. Endi hech biring tushmaysan. U meniki. Desa odamlar tarqab ketibdi. Boradi. Bo'ldi, endi biz qutuldik desa, keyin Yahudiy, hali papa Kliment unga yalinganmishda Yahudiy. Va Yahudiy o'ziga 20 millionga qaytib sotdi. 2 millionga do'zaxni sotib oldi.